Dunyo bo'ylab 2026-yil, islomiy yil esa 1447-yil davom etayotgan bir vaqtda shunday bir davlat borki, u yerda odamlar hali ham 115-yilda yashamoqda. Yo'q, bu fantastik film emas. Bu Shimoliy Koreya. Chunki bu yopiq mamlakatda butun dunyo amal qiladigan Gregorian taqvimi emas, balki Juche taqvimi amal qiladi. Bu taqvim Shimoliy Koreya asoschisi Kim Il Sen tug'ilgan yildan, ya'ni 1912-yildan boshlandi. Ularning kalendarida 1912-yil Cho'je 1 deb yoziladi. Eng qizig'i, Shimoliy Koreyada vaqt nafaqat yil bo'yicha, balki soat bo'yicha ham farq qilgan. Bir necha yil oldin ular butun dunyodan farqli o'laroq o'zlarining shaxsiy Pxenyan vaqtini joriy qilib, soat milini 30 daqiqa orqaga surib qo'yishgan. Ammo g'alati qonunlar faqat vaqt bilan cheklanmaydi. Shimoliy Koreyada siz istagan soch turmagingizni qildira olmaysiz. Erkaklar va ayollar uchun davlat tomonidan tasdiqlangan maxsus 28 ta soch turmagidan birini tanlashga majbursiz. Jinsi shim kiyish esa g'arb madaniyatiga sig'inish deb baholanib taqiqlangan. Tasavvur qiling, siz hozir u yerda bo'lsangiz, na internetingiz, na sevimli kiyimlaringiz bo'ladi. Xo'sh, siz shunday o'tmishda yashay olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada qoldiring.